Assalamu alaykum, yaxshimisizlar qarindoshlar, men Nurmat doktor. Bu filmda biz tug'ilib 6 oylik bo'lgan buvoqlarga munosabatli uchurlarni sizlar bilan ham bahrilamiz. Bo'lsa quloqliq taqib olib, qochqumush, yug'och biz bilan birga 6 oylik buvoqda qanday o'zgarishlar bo'lganligini ko'rib beqing. 6 oylik buvoqlarning badandagi o'zgarishlari. 6 oylik buvoqlarning bosh aylanmasi 41 santimetrdan 45,5 santimetr atrofida bo'ladi. Boy uzunluğu 60 santimetrdan 72 santimetr atrofida bo'ldi. Badan egirligi bo'lsa 6,5 kilogramdan 9,5 kilogram atrofida bo'ldi. 6 oylik buvoqlar bir kun ichida ham 12 soatdan 14 soatgacha uxlashi mumkin. Bu oydan boshlab ona suti buvoqning ozuqlik ehtiyojini qamday olmaydi. Shunga qo'shimcha ozuqlik boshlash vaqti keldi. Bu oydan boshlab ko'pincha buvoqlar tayanchsiz o'tira oladigan bo'ladi. O'ltirganda beshini rahat tutib tura oladi. Ya'ni buvoqlarning maxsus o'rindig'ida rahat o'ltira oladigan bo'ladi. Buvoqni ko'tarib yerga dastatkizishga tamshalganda buvoq puti bilan yerni dastlab boqadi-yu, ammo texi o'z oldiga tura olmaydi. Tugmada kichik narsani ko'ralaydi, tutishga tirishidi, ammo tutolmaydi. Taq hajalik ovozlarni chiqarishga boshlaydi. Yuqori ovozda kuladi. Suv putlukasini ikki qo'l orqali tutalaydigan bo'ladi. Atrofida dadasi apisi bo'lmay qolsa yoki gap qilib bermasa, o'ynatib bermasa, ichi siqilishga boshlaydi. Apisini va tomoqni ko'rganda xush bo'ladi. 6 oylik buvoqqa va ota-onaga tavsiyalarimiz. Birinchi, 6 oylik buvoqlarning badan eg'irligi tug'ilgan chog'dagi eg'irlikning 2 hissasi atrofida bo'ladi. Buni o'zingizmi hisoblab chiqara olasiz. Ikkinchi, bu oydami ona sutini davom qilish bilan birga buvoqning temir va vitamin dorisini davom qiling. Ammo ona suti endi buvoqning o'sib yetilishiga yetmaydi. Shunga qo'shimcha ozuqlik boshlash vaqti keldi. Qo'shimcha ozuqlikni avval yakki yemaklik bilan boshlash va kunda 1-2 qitim bersangiz bo'ladi. Masalan, savza, alma, pomidor, nashput, banan qatorliqlarni ayrim-ayrim boshlash kerak. 3-4 kunda bir yangi yemeklikni qo'shsangiz bo'ladi. Ammo boshlanishda aralashtirib bermang. 3. Buvoq 1 yoshga kirguncha hargiz asal, bal bermang. 4. Bu oyda sog'liqni saqlash markazida vaksinalari bo'lishi mumkin. Vaksinalar bilan birga buvoqning bosh aylanmasi, bo'yi va kilo og'irligini o'lchab maslahat olishni unutmang. Chunki buvoqlarning bosh aylanmasi, kilo og'irligi va bo'y uzunligi buvoqning o'sib yetilishidagi eng muhim 3 omil hisoblanadi. 5. Buvoqqa uydagilarning rasmini ko'rsatib, "Qarang, dada, qarang bu apa, bu bova" deganlarni ko'proq deb bering. Put, qo'l, quloq, burunlarni ko'rsatib turib deb bersangiz bo'ldi. 6. Yaxshi ko'rgan o'yinchiqni tepishga oson bo'ladigan yerga tiqib qo'yib, buvoqning izlab tepishiga yordamda bo'ling. 7. Quloq anglash sezimi tekshirishini eng kech mushu oygacha qilib bo'ling. Bu tekshirishni qancha baldur qildirsangiz shuncha yaxshi. 8. 5-10 minut vaqt chiqarib, oldingi oylarda tilga ilingan tavsiyalarimizni ko'rib chiqing. Tangdan to'lasi bu oyga mos keladi. Qonimizda 12 oy va undan cho'ng bo'lgan buvoq bolalarning har qaysi yosh davrida badanda ko'rilgan o'zgarishlarni va tavsiyalarni qisqa, ixcham meg'izli qilib ratlab chiqdik. Agar yuqorida deyilgan o'zgarishlarning yarimiga yaqini ko'rilmasa yoki benormallik ko'rilsa, oila doktoringiz va ya bolalar doktori bilan vaqtida ko'rishib yiqishingizni tavsiya qilaman. Bunun sirt doktorlar tur bekitimizda ana yezig'imizda Uyg'ur tilida tayyorlangan buvoq bolalarning badan yetilish jadvali va boshqa yaxshi foydali mazmunlarni topa olasiz. Jiddiylashmang, siz cho'qim yaxshi ota-ona bo'la olasiz. Bu o'qingizdan salomat cho'ng bo'lishiga tilakdoshman. Bu filmni foydali his qilsangiz, qonimizga mushtari bo'ling va qonimizni atrofingizga do'stlaringizga tarqatib qo'ying.